ayting nima istar ko'nglingiz? Nima yegiz kelyapti ona? Zalga qarab. Ha, aytyapti. Palovmi? Yo sergo'sht norinmi? Hech tortinmay ayting borini to'yingizga sochay borimni. Nima yegiz kelyapti ona? Bolam deb yuravermang. Har narsaga kuyunavermang. Bo'ldi shu oyligingizni hech kimga bermang. Hamma qadrini bilyapti ona. Endi og'iz oshga yetganda oshqozonga botar demangda. Axir topib keldingiz-ku biz eganda. Bu hayot shunaqa ekanda. O'ylab emas, o'ynab yeng siz ham. Yerdan qizim topib keldi dengsiz ham. Biz siz luqma totmadingizlik, yog'li oshlar yedik siz ham. Bolamanda hali ham bola. O'zing to'y deysiz. Muncha meni g'amimni yeysiz. Men qolib hatto bolamni deysiz. Bolamanda hali ham bola. 1-2 so'm oshinganim bor. Yuring ketdik, boramiz bozor, imkonim bor. Ayting bemalol, nima kiygiz kelyapti ona? Qarshimdagi Munis azizam, maylimi bir gapimni aytsam. Negadir zo'r yoza olmayapman. Zo'r qo'shiqlar ayta olmayapman. Menga nima bo'lyapti ona? To'p yig'lagim kelyapti. Ona, shu yozimda kunlar o'tmoqda. Dardim meni sekin yetmoqda. She'r yozilgan daftarni yopib, yana o'sha ishimga chopdim. Hayot yo'llarida o'zimga 1-2 yangi nom topdim. Mashhur dilimi bemehr qiz. Qulog'imdan bir cho'zgan ona, yuragimdan ketkizib g'ubor sen yaxshisan deng bir bor. Atrofingizda bo'lib parvona rozi qilay deyman ona. Bitta qizcha joylar Nafasam o'zimga bo'ysunmasa, yuragim mana aytgandek yo'rmasa, dolam go'zal qalbingga yetmasa, yana nima deyay? Kechaverda bilanishim yo'q, meni sendan boshqa tashvishim yo'q. Jonimdan urgan shu didoringga, aytgin qanday netay? Mandan saharlar bezor, oqshom tunlar charchadim bedor. Yozu bahorda sensiz na gulzor. Bir seni o'ylab dunyoni tashlab qo'ydim yor. Rahmat. Yig'laymi, kulaymi bilolmay qoldim. O'tgan yillarimni yodimga oldim. Yuragim ezilib o'ylarga toldim. Yangi yil kelmoqda, otam qaridim. Sochining oqlari ko'paydi ana. Tomirlar bo'rtibdi qo'llarda mana. Umr o'taverar suv kabi mana. Yangi yil kelmoqda, onam qaridim. Borligi dunyoda baxtdan daragim. Oilam deb, bolam deb joni saragim. Dunyolar ichida eng keragim. Yangi yil kelmoqda, otam qaritib. Jarangli ovozi pastlabdi bir oz. Jarangli ovozi pastlabdi bir oz. Yuzdagi ajinlar qilibdi pardoz. Yuzdagi ajinlar qilibdi pardoz. Yurakdan chiqadi og'riqli ovoz. Yangi yil kelmoqda, onam qaritib. Qarsaylar. Hocalardan suyunu havalanmış. İnçeli bir yolda. Aytaylar hojona biror nima deylar qani? Tanjoni sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Ishingizni omadini bersin, bolalarni vaqtida molni ko'rib yurishni nasib aylasin. Allohim sizni ham ota-onangiz bilan birga umra haj safarlariga birga borishingizni, martabangiz baland bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Nima niyatingiz bo'lsa Parvardigor niyatingizni bersin. Tanjoni sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Hamisha xalqning xizmatida yuring. Allohu akbar. Aytganlaringiz sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashaylik.
Ha, savutiravermiyor. Kuruşdagi opasi, siz ko'rsamaydi. Ziyoda Alloh kayfiyatidagi ayol dasturini e'tiboringizga havola etamiz. Yana bir bora xush kelibsiz. degan fikrlarni ko'p tilga olaman. Ammo mana 3 yildirki bizning uchrashuvlarimiz, bir-birimizga bo'lgan mehrimiz davom etmoqda. Rostini aytsam, bu galgi konsert uchun atigi 2 oy oldin harakatni boshladik. Bunday katta dastur uchun bu vaqt juda. Yangi konsertingizda onamning raqsga tushib ketganini ko'rib juda sevindim. Anchadan buyon onamni bunchalik kayfiyati ko'tarilganini eslolmayman. Biz oilamiz bilan sizni qo'shiqlaringizda ulg'ayganmiz, birga borishni niyat qilgandik. Onam shu kabi gaplar har safar meni yana bir bor konsert qo'yishni o'ylab ko'rishga majbur qiladi. Agar mening qo'shiqlarim kimningdir kayfiyatini
izlarda majnun hiylalar qachon endi qo'ymoqchi meni yarim izlarda majnun hiylalar qachon endi qo'ymoqchi majnun hiylalar Toshkentga mehmonlar, mana o'zini farzandidek, nabirasidek yaxshi ko'radigan onalar, otalar, xushkelsizlar. O'zini o'g'lidek, o'zini ukasidek, o'zini do'stidek yaxshi ko'radigan opalar, do'stlar, jigarlar, xushkelsizlar. Salomat bo'linglar. Men keyingi vaqtdagi natijalarimga qarasam, natijam zo'r emas, lekin o'zim hayron bo'laman. Unaqa yondiradigan ijod qilmasam ham yoki bir qanaqadir PR shunga o'xshash internetda qanaqadir shov-shuv bo'ladigan hozirgi davrni ishlarini qilmasam ham, lekin konsertlarimda muxlislar muddatidan oldin chiptalarni sotib oladilar yoki qo'shimcha konsertlar qo'shilib ketyapti. Shunda hayron bo'lib o'tirdim. Sababi nima ekan, javobi nima ekan deganda yosh kattalar shunaqa deyishdiki, mashhur bo'lish emas, suyukli bo'lish muhim degan so'zni aytishni menimcha shu bo'lsa kerak. Chunki inson bugun zalni to'ldirib o'tiribdi. Xush kelibsizlar. Endi konsertning birinchi kuni bugun kamchiliklar bu narsalar bo'ladi, lekin eng birinchi shirin joyi bugun bo'ladi. Maza qilamiz. Yengil bir-birimizga yaqin bo'lib qolganmiz. Har kun ertalab yoki yotishdan oldin ustozlar termasini yoki bizni qo'shiq eshitadiganlar bormi orangizda? Chunki menga ko'p SMS keladi, onam yoki do'stim yoki akam har kun eshitmasa bo'lmaydi. O'shanaqa muxlislar ko'pmi bugun? Demak, yaqin bo'lib qolganmiz bizlar. Har kun ertalab yoki kechqurun ko'rishgandan keyin biz sizlar oilangizning a'zosi bo'lib qolgan bo'laman. Shuning uchun bugun tortinmasdan, xato kamchiliklarga kayfiyat tushirmasdan tinchlikmi? Uchta keldi Xorazmga. Bugun boshqacha bo'ladi, menimcha. Oddiy bo'ladi, biz oddiylashtirib olmadikmi? Sahna yo'q, sozandala yo'q, raqqosalar yo'q. Amaliymiz uchimiz. Menimcha Bunyodbek Saidovni shu sahna bilan, shu ozgina san'atkorlar bilan ham, sozandalar bilan ham qadrlaydigan muxlislar bu tashrif yurgan. Agar so'zimiz rost bo'lsa, bu ta'sirlar bilan ko'rsatib qo'yaylik. Sog' bo'linglar. Buyoqdan chiqib kelishimga sabab men o'zim operator bo'lganman, ya'ni video kamerachi, ko'pchilik biladi. Bu yerda Sevimli telekanali va Beshok studiyasiga iltimos qilganman, birgalikda ishlaymiz deb. Men operatorlik masalalarini o'zim tekshirib, o'zim videoga olib chiqib keldim. Va yana asosiy maqsadim niyatim xalq ichida bo'lish, xalq bilan bo'lish, muxlislar bilan bo'lish degan maqsad bor. Shuni ham amalga oshirishni niyat qildim. Mana endi konsertni boshlasak bo'ladi, menimcha. Lekin bir an'ana bor. Xorazmda bor bu an'ana. Bu an'anani buyuk ustozimiz Kamoljon Otaniyozov boshlab bergan va undan keyin ustozga ergashgan har bir san'atkor ushbu an'anani qiladi. Qaysi bir davrga kirib borsa, qaysi bir yaxshi kunga kirib borsa, bitta qo'shiq bilan boshlagan. Bu qo'shiq muborak to'y muborak, yaxshi kunlaringiz muborak degan. Yigitlar, boshlaymiz, chalinglar.
mübarek, toylarınız mübarek. Bugün şadiyane gündür, yaş günler mübarek. Bugün şadiyane gündür, toylarınız mübarek.
qarsak, zo'r.
tushib qoldingizlar. Otalarida. Baxtli bo'linglar. Qayerda turgan juftlik, qaysi tomonda kelgan juftlik? Samarqand Kattaqo'rg'ondan kelgan go'zal juftlikka qarsak bo'lsin. Bu yoqda 60-70 yoshli juftliklardan ko'ryapmiz. Tojikistonliklar bor ekan, tojikistonliklar, xush kelibsizlar, Tojikiston Bangladesh. Polivonlar Dushanbe Xo'jatliklar, xush kelibsizlar. Tojikiston shuncha yil bosib kelibsizlar. Safaringiz xayr bo'lsin. Endi maza qilamiz. Mana shunaqa suv ishga vaqt yo'q bo'ladi. Suv qo'y, vaqtda qistir bo'lyapti shunaqa. Mana boshlanishi yomon emas. Boshlanishi buyoq zo'r bo'lsa qaytib keladi. Demak, endi raqsga tushamizmi? Ustoza termasi bo'lsinmi? Lip-lip bo'lsinmi? Mana yo siz keling, yo men boraychi. Qaymoqim, dondog'im, asalim deganim bor, bilasizlar. Uzilsan, qarashtish, mana sen keraksan, sana men kerak. Shaqillatman, eng sara, eng go'zal qo'shiqlar. YouTube tarmog'imda har kun ko'rib, maza qilib raqs qilishib, trenirovka qilib kelgan bo'lsangiz kerak. Chunki eng prostovoy qo'shiqlar bo'lgan. Shuning uchun endi hozir zalda joy qolmasa kerak. Zalni chiroqlarni yoqamiz. Mazaga raqsni Balkon! Bu yoqda raqs bo'lyaptimi? 5 studiya bu yoqdan ko'rsatib turgan imkoni bo'lsa, chiroqlarni hamma joyga yoqamiz. 10 daqiqa vaqt kelib chiroqlarni Ustozlar termasi